بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bugungi kun. Hech shak shubha yo'qki, hozirgi kunda atrof muhitni muhofaza qilish muammosi asrimizning eng muhim muammolaridan biri bo'lib turibdi. Bu muammo o'zining insoniyatga keltirishi mumkin bo'lgan yomon oqibatlari bo'yicha yadro halokatidan ham kam emas. Albatta, texnologiya sohasidagi taraqqiyot, yangi energiya manbalarining kashf etilishi, yangi ma'danlar va kimyoviy moddalarning paydo bo'lishi, oqibatini o'ylamay tabiatdagi jarayonlarga aralashuv kabi holatlar barchasi atrof muhitni muhofaza qilish borasida nihoyatda tashvishli vaziyatni vujudga keltirdi. Tabiiyki, tabiatni muhofaza qilish muammosi butun olamdagi 100 millionlab musulmonlarni ham, islom ulamolarini ham tashvishga solmoqda va ular bu muammolarni hal qilishda Qur'oni Karim oyatlariga va islom ta'limotlariga murojaat qilmoqdalar. Har bir musulmonga ma'lumki, Alloh taborak va taolo olamni ajoyib aniqlik va o'zaro bog'liq hamda undagi maxluqotlarni, xususiyatlari, sifatlari, tarkiblari va adadlarini nihoyatda go'zal va hikmatli qilib yaratgan. Har bir maxluq o'zining betakror tartibiga ega. Hamma narsalar Alloh taolo tomonidan ularning o'ziga xos zamon va makonda hamda tartib va holatda xalq qilingandir. Bu haqda Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlar kelgan. Jumladan Qamar surasida Alloh taolo shunday marhamat qiladi: albatta biz barcha narsalarni o'lchov bilan xalq qildik. 49-oyat. Furqon surasida esa u hamma narsani xalq qildi va o'lchovni joyiga keltirdi deydi. 2-oyat. Boshqacha qilib aytganda, dunyodagi har bir narsa, suv ham, yer ham, havo ham, tog' ham, hayvonot ham, nabotat ham Alloh taolo tomonidan o'lchov bilan va bir-biriga bog'liq qilib yaratilgan. Agar bu bog'lanish biroz bo'lsa ham buzilsa, inson uchun qator muammolar kelib chiqadi. Hatto tabiatni muhofazasida halokatgacha borib yetadi. Ana shu narsa ham ma'lumki, Alloh xalq qilgan bu ajoyib olam insonga musahhar qilib berilgandir. Inson esa yer yuzida Allohning xalifasi hisoblanadi. Alloh taolo insonni ulug'lab, uni o'zining xalifasi qilish bilan birga uni sinash va imtihon etishni ham iroda qilgan. Shuning uchun ham islom dini nuqtai nazarida inson Allohning huzurida o'zining barcha amallariga javobgardir. Bu javobgarlik insonga berilgan oliy huquqlar Alloh taolo bergan imtiyozlardan kelib chiqadi. Insonga bu muborak huquq va imtiyozlarni berish bilan birga Alloh unga vahiy yuborib, mazkur ne'mat va hayratlardan o'zi uchun va o'zgalar uchun qandoq manfaatlar olishni ta'lim bergan. Alloh insonni dunyoni asrashga, Allohning ne'matlaridan manfaat olishga, ularni halok etmaslikka, yaxshilik yo'lida ishlatish va yomonlikka ishlatmaslikka buyurgan. Ahrof surasida isloh etilgan yer yuzida fasod ishlarini qilmang deyiladi. 56-oyat. Bu oyat karimadan bilinadiki, Alloh taolo yer yuzini xalq qilib, uni inson uchun yaxshi hayot o'tkazishga barcha sharoitlar bor holatga keltirgan. Suvlar va tog'lar, hayvonotlar va nabototlar, moddiy va ma'naviy xayrotlar barchasi mavjud. Inson esa mazkur ne'matlarni qadrlab, asrab-avaylab, ularga zarar yetkazmasdan, ulardan Alloh taolo xalq qilgan tabiiy muvozanatni va jipslikni buzmasdan foydalanmoq lozim. Hozirgi kunda biz Alloh yaratgan muvozanatni insonning noto'g'ri aralashuvi tufayli buzilgani oqibatida tabiiy holatni muhofaza qilishdagi ko'plab muammolarning kelib chiqqaniga guvoh bo'lib turibmiz. Shuning uchun ham har bir dindor dunyoni Alloh taolo qandoq xalq qilgan bo'lsa, shundoqligicha saqlab qolishi uchun kurashmoq lozim. Qur'oni Karim yer yuzida fasod kelib chiqishining asosiy sababi odamlarning kasbi ekanligini Rum surasida quyidagicha bayon etadi. Yer yuzida odamlar qo'li bilan qilgan ishlar tufayli fasod zohir bo'ldi. O'zlari qilgan ba'zi ishlarning oqibatini tatib qo'yish uchun shoyatki bu ishlardan qaytsalar. Bu oyatda Alloh taolo yer yuzidagi baxtsizlik va noxushliklar odamlarning faoliyatlari bilan bog'liq ravishda zohir bo'lishini bayon qiladi. Ularning qalb va fikrlari nopok bo'lsa, qilgan ishlari oqibat halokatli bo'lajak.
lekin bu fasodning yomon oqibatlari insonning o'ziga ko'rinadi. Shuning uchun ham Alloh taolo mazkur oyatda o'zlari qilgan ba'zi ishlarning oqibatini tatib qo'yish uchun deydi. Shu bilan birga Allohning rahmati buyuk, u zot o'z bandalariga mehribon bo'lganidan ularga o'z vaqtida tavba qilib, to'g'ri yo'lga tushib olishga imkon berdi. Shuning uchun ham oyatning so'ngida shoyatki bu ishlardan qaytsalar deyilgan. Insonning bu dunyodagi mas'uliyat haqida ko'pgina hadis shariflar ham vorid bo'lgan. Ulardan birida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarning har biringiz roidirsizlar va har biringiz Alloh yaratgan narsalarni halok etib, yo'q qilayotganlarni esa islom fasodchilar deb ataydi. Bu haqda Baqara surasida u burilib yer yuzida yursa fasod uchun, ekinlar va nasllarni halok qilish uchun yuradi. Alloh esa fasodni xush ko'rmaydi deydi. Bu oyat karimadagi al-harsdan murod o'simliklar, al-nasldan murod esa hayvonlardir. Bu ikki olam, o'simliklar olami va hayvonotlar olami islomda inson uchun eng zarur bo'lgan narsalar hisoblanadi. Kimki bularga zarar yetkazsa, insoniyatga zarar yetkazgan bo'ladi. Islom dini doim iymonli insonlarni jonivorlarga zarar yetkazmaslikka, hayvonot olamiga mehribon bo'lishga chaqiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuziga tamg'a bosilgan bir eshak yonidan o'ta turib, kim bu ishni qilgan bo'lsa, unga Allohning la'nati bo'lsin. Men bunday ishni man qilgan edim-ku deganlar aytiladi. Boshqa bir hadisda esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan safar qilardilar. Musulmonlardan biri bir qarg'a uyasidan ikkita qarg'aning bolasini oldi. Ona qarg'a esa payg'ambar alayhisalom va sahobalar ustidan uchib o'ta boshladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim unga zarar yetkazdi, bolalarni joyiga qo'ysin deganlar zikr etilgan. Ko'rinib turibdiki, islom hayvonlarning barchasiga alohida mehribonlik bilan yondashadi. Islom hayvonlarni maqsadsiz o'ldirishlikni katta gunoh hisoblab, qat'iyan man qiladi. Chunki Alloh hayvonlarni insonlar foydasi uchun yaratgan. Alloh yaratgan jonivorlarni behuda o'ldirish gunohdir. Uning ne'matlariga nisbatan nonko'rlikdir. Imom Nasai Ash-Shurayda radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatda men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan biron kishi chumchuqni sababsiz o'ldirsa qiyomat kuni Allohga: "Ey Parvardigorim, bu kishi meni nohaq o'ldirdi. Bundan unga hech qanday foyda yo'q edi" deb shikoyat qiladi deganini eshitdim deyilgan. Islomdagi hayvonlarga mehribonlik va yaxshi munosabat faqat ulardan insonlarga tegadigan manfaat bilan bog'liq emas, balki musulmonlar barcha hayvonot olamiga, hatto inson ulardan bu dunyoda hech qanday manfaat kutmasa ham yaxshi munosabatda bo'lishga buyurilgan. Muslim kishi jonivorlarga mehribon bo'lishligi dinda qoida shaklida keltiriladi. Hayvonlarga mehr-shafqatli bo'lishlik bilan musulmon inson jannatning oliy martabalariga sazovor bo'ladi. Bu haqda ko'pgina hadislar bor. Imom Buxoriy va Imom Muslim buyuk sahobalardan biri Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Bir kishi yo'lda juda ham chanqadi. U bir quduq izlab topdi. Unga tushib chanqog'ini qondirib chiqdi. Shu vaqt tashnalikdan nam tuproqni yalayotgan bir itni ko'rdi. It ham men kabi chanqabdi deb o'ylab, u kishi yana quduqqa tushdi va oyoq kiyimida suv olib chiqib itni sug'ordi. Alloh uning gunohlarini kechirdi dedilar. Sahobalar u zotdan: "Ey Allohning rasuli, hayvonlardan biz uchun ajr bormi?" deb so'radilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Har bir jonlikda shunday ajr bor" deb javob qildilar. Aksincha, kimki hayvonlarga jabr zulm o'tkazsa, ularga azob bersa, ularni u dunyoda qattiq jazo va uqubatlar kutadi deb ta'kidlanadi. Imom Buxoriy Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir ayol mushukni bog'lab qo'yib, unga o'lgunga qadar ichimlik ham ovqat ham bermadi. Yer yuzidan ovqat topib yeyishi uchun qo'yib ham yubormagani uchun jahannam azobiga duchor bo'ldi deganlar. Hissiyot olami. She'riyat bo'stonida axtarganlarimiz dardli satrlar bo'ldi. Bugungi kunimizni sharhlab beradigan satrlar islom ahliga yetarlicha dashnom bo'lib yangrasa ajab emas. Bir tinglab ko'ring. Chekib oq tinmayin uflab, g'azab qilsamda bo'ron yo'q. So'zim tobora keskirdir, qilar korimda suron yo'q. Ziyoda bag'ri kenglikdan ichimga sig'magay qil ham, bu tuproqda sanoqsiz el, boru shavkatli turon yo'q. Inonsam so'zlariga bu jahonda qolmagan kofir, hamma elning qo'lida bor, dilida vohga Qur'on yo'q.
naq 30 yil qadam qo'ydim, ajal sori yaqinlashdim, dilim ravshanligini ko'rsam, deyarman bunda iloni yo'q. G'anim raftorli do'stlari bor, g'animlar do'stga o'xshaydir, nadur holing demoqlikka g'arazsiz bir musulmon yo'q. Ulug' kunda ulug'vorlik bilan holingni so'rmasmi, seningdek bu zaif xalqdan mehr kutguvchi nodon yo'q. Bugungi kunda zaiflik ummoniga g'arq bo'lgan xalqning farzandlari tarix sahifalarini o'zlarining qahramonliklari bilan to'ldirishgani aniq. Umidimiz bor, yaqin kunlar ichida Imom Buxoriy va Termiziylar o'lkasi aslini eslaydi. Allohu akbar nidosi sayyoramizning har burchida jaranglash yo'lida millatdoshlarimiz ham o'z hissalarini qo'shishadi. Bu yo'lga kirgan yurtdoshlarimizga Allohning behisob ajr va mukofotlari muborak bo'lsin. Allohdan barchamizga ofiyat so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.